Mana Arabistonda chiqqan Qur'on o avvalgisi, Ulug'bek siz shu vaqtlarda bo'lganingizdagi vaqtdagi Arabistonda Qur'onlar bor. Haramlarda qo'ygan Qur'on. Shu Qur'onlarning orqasiga qarasangiz, Qur'onni jamlaganlarning ichida Shayx Huzayfi ham bordi. Shu joyda Abdulaziz Qori degan kishi bor. Qur'onni olib, shu eski Qur'onni qarasangiz, o'shaning orqasida jamlaganlarning ichida Abdulaziz Qori bor. O'zi shu bizning Mavaran Nahrda, O'zbekistonning shu nimalardan shu yoqqa borib, shaxtam joylashib qolib, olim bo'lgan, olim kishi. Bu kishiga hatto haramda imomlikni taklif qilishgan ekan. Haramni shu payg'ambar alayhisalom masjidida. Shu odam aytadi. O'sha odam fiqh nimadan Hanafiy mazhabida fiqhni dars beradi shu odam. Madinada. Shu odam aytadi, haramga kirsam deydi. Namoz o'qishga. Bir yosh bola kirdi deydi. Talib deydi. Jamiyaning talibi. Endi bilasiz, jamiyaga kirgan odam bir takabburlanib ketadi endi. Endi qiziq bo'lishini aytib beradi. Ulug'bek ustozlarda bunday gap bor. Dakhaltul jami'ata jahilan mutawadi'an va kharajtu min al-jami'ati jahilan mutakabbiran. Bu nima degani? Jamiyaga kirganda jahil edim o'zi. Lekin tavozunlik bilan kirganman. Endi kamtarlik bilan boramiz, ko'rgansiz, jamiyaga kiryapkan. Jamiyadan chiqqanda o'zi o'sha jahilmiz. Lekin bunday kibr bilan jamiyadan chiqib kelamizda, endi o'ddi butun dunyo ilmini ilib ichib qo'ygan Abu Hanifa xato, anov xato, manov xato, palonchi adashgan, kitoblar yozganlarni, olimlarni o'zimiz hali broshura ham yozmaganmiz. Bayaqida chiqib kelamizda endi. O'shanga o'xshagan talib, bir talib deydi, chet elni talibi. Qo'lida kitobi, ustida Qur'oni olib keldida, oyoq kiyimini qo'ydida, ustiga kitob bilan Qur'onni qo'ydi deydi. Oyoq kiyimni ustiga. Keyin Shayx Abdulaziz Qori kitob bilan Qur'onni olib, ko'kragimning tepasiga, kindik tepasiga qilib ushlab o'tirdim. Bizda o'zbek, qozoq millatimizda alhamdulillah dinga hurmat katta. Qur'onni kindingni past qilma deydi. Hurmat Qur'onga bo'lgan. Qur'on o'qilsa jim o'tirishlik, odob. Men shu narsalar men ana beraman-da, baho beraman-da bizning millatga. Haqiqiy dinni anaqasini ko'rganda shunaqasin odobini. Shu bilan shunday ushlab o'tirsam deydi, haligi bola namozni o'qib bo'ldi-da, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb menga masxara qilib, ha, nima ko'tarib o'tiribsan deb menga kulyapti deydi. Keyin ya valadi, la yajuzu wad'ul mushaf fawqa hizaika. Balam, Qur'onni oyoq kiyimingni botinkangni ustiga qo'yishliging joiz emas desa, nima dalil deydi. Dalil ber, dalil ayt. Endi Qur'onda ya hadisda yozib qo'yganmi? Qur'onni oyoq kiyimini ustiga qo'ymanglar deb yozish kerakmi endi? Shunga ham bizning aqlimiz yetmaydimi shunda? Shunchalik bizlar pasmizmi shunda? Shunda nima deydi? Mana shayx endi aytibdi-da, bunga endi dalil kerak emas bunga. Chunki jahil murakkab bu. Shayx nima qildi bunga? Sen yot debdi, oyog'imni debdi, yuzingga qo'ygim kelyapti seni debdi. Oyog'imni seni betingga qo'yaman deb. Sen nima meni besma qo'yasan oyog'ingni? Sen aqling joyidami debdi shayx. Siz tanimaydi shayxni. Dalil bormi? Oyog'im seni basharangga qo'ymaslikka debdi shayx. Bir oyog'imni yuzingga qo'ydirging kelmayapti, sen Qur'onni bo'lsa oyog'ingni ustiga qo'yasan. Xo'p, mana shunaqa ilm sayoz bo'lsa insonda, odob, ilmni odob bilan olib bormaydigan bo'lsa, o'ta ko'p murakkab anaqalarga uchrab qoladi.